siz juda ham qattiq stressdasiz. Chunki dilingizni ko'pchiligi og'ritdi. Qaysidir insonlar dilingizni, qalbingizni yemiradigan gaplar aytdi va bularning gaplari qalbingizda tugun, tosh bo'lib turibdi. Siz ularni kechira olmayapsiz. Ularga gina saqlab, qalbingizga ozor bergan odamlarni ko'rganda battar dilingiz og'rib, ulardan qochishni o'ylaysiz. Yo'q, endi siz bunday qilmaysiz. Chunki siz ularni batamom kechirib olasiz. Ya'ni qalb Allohning uyi bo'lgani uchun u odamlarga sizni qalbingizda o'rin yo'q. Alloh sheriklikni yoqtirmaydi. Shuning uchun keling, mana shu qalbimizni, dilimizga ozor bergan odamlarni batamom unutishga, kechirishga harakat qilamiz. Kutib olasizlar, sizlarga meni sovg'am bor. 10 necha yillik tajribaga ega mutaxassis psixolog coach, o'z ishining ustasi, juda ko'plab 10 mingdan oshiq ayollarga kechirim darsini o'rgatgan ajoyib ayol, 4 farzandning onasi, juda ham samimiy inson, ham qalb shifokori, psixolog coach yanagi safar dasturimizda mehmonda bo'ladi. Siz mana shu psixolog darsini olmoqchi bo'lsangiz, albatta meni kanalimga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, hamda bu videoni o'sha kechirolmayotgan odamlaringizga ham, siz kechirishingiz kerak bo'lgan odamlarga ham, yaqinlaringizga ham, sizga o'xshab qalbi og'rigan odamlaringizga ham podelitsiya tugmasini bosib videomizni jo'natib qo'ying. Keyin kimiki dili og'rigan bo'lsa, kommentariyada plus belgilarini qoldirib keting. Albatta mana shu plus belgisini qoldirgan insonlarga bog'lanamiz. Bularga shu darslikni bepul taqdim qilamiz. Yanagi safar efirda kechirim darsi, ya'ni qalbimizni og'ritgan, tugun bo'lib qolgan og'riqlarga batamom yechim berish. Omon bo'linglar. Kelgusi safar efirlarda ko'rishguncha xayr.